Asosiysi Gentra'ni muammosi deb ustaga ham chaqirdilar. Tayinlarni ko'rsatib qo'ying. Hali yomg'ir ham tegmadi bu mashinaga-chi. Gentralarda bitta muammo ko'payyapti. Hozirgina. Biz ham bir manfaatli video qilib qo'yaylik dedik. Aytib o'tdik. Bunga yechim mana bunda muammo demaymiz, qaysidir bir vaqt kelib qo'yib yuboradi. Uyga borgan, o'zimiz o'zbekchilikda qalbdan sepishgan, to'g'risi xonaga qaytib kelgan. Assalomu alaykum, Rizman avtoservis obunachilari, yaqinlar, qadrdonlar, omonmisizlar? Bugungi video roligimiz sizlar uchun Gentra bo'ladi. Bu tomonda men sadoy qilayotgan Tracker 2 ham bor, yangi mashina. Hozir ular haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Eng asosiysi Gentra'ni muammosi deb ustaga ham chaqirdilar. Gentralarda assalomu alaykum avvalambor. Gentralarda bitta muammo ko'payyapti. Hozirgina. To'xtab jirganda qirsillash yo o'ngdan yo chapdan. Bizda ikki tomonda ham shunaqa muammo bo'lyapti. Unga sabab mana shu richaydan chiqib kelyapti. Bu richay mana ko'rsangiz ikkita detalni bir-biriga yopishtirib qilingan. Bitta zavodskiy, bitta butun quyma bas. Quyma bas. Deb ko'rsatsak bo'ladi, mana kontashnikda atidan batidan svarka qilingan, tochka qilib. Buni qaysidir bir zagilovkasi qo'yib yuborib turib, eshilgan hisobida qirsilov chiqib qolyapti. Ko'p ustalarimiz ham o'zi ta'kidlab o'tyapti. Yana biz ham bir manfaatli video qilib qo'yaylik dedik. Aytib o'tdik. Bunga yechim mana qo'shilgan joylariga yaxshilab svarka tegizib qo'yilyapti. Keyin muammo yo'qolyapti. Mana o'zinikini hali qilinmagan holati. Mana shuni yaqinroqdan ko'rsating, ko'pchilik uchun manfaatli bo'ladi. Chunki uni yangi qo'yayotgan odamlar ham yo'q bas, manimcha. Bunday holatdan kelib chiqdi. Shunaqa bo'lib turibdi. Svarka qilingan holatini qarang, atdan batdan yopishtirilgan buni. Kontashnikda. Bunda muammo demaymiz, qaysidir bir vaqt kelib qo'yib yuboradi. O'shanda mana qo'shilgan joylariga mana 3-qavati ham turibdi ichida. Mashetlarini o'rta qismida ko'ryapsiz. Mana shu qismlarini bir-biriga yopishtirilyapti. Keyin o'sha muammo bartaraf bo'lyapti. Ko'p. Endi bu nech pul turadi o'zi? Приблизительно aka? Bizagimiz to'shlik narxini bilmayman. Original qimmat turadi. Shuhrat qancha turadi? Originali 600 ming atrofida turadi. Videoda ko'rish sizlarga 600 ming so'm pullarni tejayotgan bo'lishi mumkin. Qilinayotgan svarkamiz hech qanaqa muammo keltirib chiqarmaydi. Naborat xushroq, puxtaroq bo'ladi. Dalshi yaxshi yashayveradi. Yaxshi yashab beradi. Hozir bunda mana shu muammo bilan kelgan, xolosmi Gentra? Boshqa muammosi yo'q ekan. Olib kelavering kamera. Bir adashmasam bir 2 yillar bo'ldi. Mercedes sani blok, Cobalt sani blok, Pony hadoyini qilib berganmiz o'zimiz klienti mashinasi. Hozirda mana shunaqa muammo bo'lyapti deydi. Olib kelib tekshiruvga richaydan chiqdi. Qolgan joylari yaxshi. Qolgan joyda muammosi yo'q. 2 yildan beri akamiz haydab yuribdilar. Endi umuman bir kun ham haydalmagan Tracker 2 ni bu yerda mana hadoy qilinyapti. Uyga nima ishlar qilinyapti? Mana shularni bir qator aytib o'taylik, ko'pchilik biladi. Uyga borgan, o'zimiz o'zbekchilikda qalbdan sepishgan, to'g'risi xonaga qaytib kelgan. O'sha orqa amortizatorlari, muammo joylarini yumshatib, Mersani blok, BMW amortizatorlarni qo'yib, chiroyli qilib ishlarni bitkazib beryapmiz. Yumshab bo'lib qoladi mashina. Absolutni yangi mashina. Yangi, mana tayinlarni ko'rsatib qo'ying. Hali yomg'ir ham tegmadi bu mashinaga-chi. Keling, olib keling kamerani ko'rsating. Shuhratjon esingizda bo'lsa 2 kun 3 kun oldin yana bitta yangisini qilib berdik. O'sha akam tanishlar ekan, qilib berganimizdan keyin borib maslahatlashgan. Qilmasa bo'lmaydigan o'rtoqlarini ham jo'natdilar, buni ham bitkazib beryapmiz chiroyli qilib. Xudo xolasa, yaqinlar, mabodo sizlarning ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 10x bo'ladimi? Tracker 2 bo'ladimi? Undan tashqari hozir 10x ga oldi hadoyda ham yangiligimiz bor edi. Uni video qilganmiz, ko'rgansizlar. Mabodo ma'lumot o'rnida aytib o'tyapmiz. Bularga nisbatan ular 10x mashinasi mana endi issiq kelsa bilinadi aytganimizdek. Chuqurlarda ushlashi juda qattiqroq bo'lib qoladi. Ularni oldiga ham yechim qilib, amortizator moslab qo'yganmiz. Uni ham qilib beramiz. Mabodo kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelishaveradi, bitkazib aloqaga chiqaverasizlar. Endi shunaqa live hacklarda shunga o'xshagan ma'lumotlar o'tkazib olmaslik uchun albatta sahifaga obuna bo'lib qo'ying. Inshaalloh sizlar uchun manfaatli, foydali videolarni berib borishga harakat qilamiz. Usta, eng katta rahmat sizga. Joyinglar sog' bo'lsin, yaqinlarim. Kommentariyada fikringlarni kutib qolaman.